Xo'p, mana buni tez-tez solamiz. Sababi buni tez-tez upakovka qilish kerak, sotuvga chiqarish kerak. Ertaga bizga ravoch ildizi bormi deb kelib so'ramanglar. Sababi ravoch ildizi bir hafta sahrni tushirgani bilan keyingi haftasi dezbakteroz qiladi. Odamning ichidagi butun energiyasini chiqarib tashlaydi. Shu uchun ertaga mana shu kelganingizda mana shu achchiq qovunni biz beramiz, Tibetdan olib kelganmiz. Kuniga 4 tasini damlab ichganingizdan keyin faqat sahrni tushirishni o'ylamang. Ertadan keyin sahrni ortidan keladigan kasalliklarni o'ylang. Qon bosimi, yurak yetishmovchiligi, buyrak yetishmovchiligi, undan tashqari qondagi bilyashkalar. Shu uchun mana shuni ichamiz kuniga 4 donadan kun bo'yi yig'ib kelgan butun qandni tanadan chiqarib oladi, xudo xolasa. Sahr insonga oson tutib bo'lmaydi. Shu uchun kelasiz, mana buni xarid qilasiz. Borida bor, yo'g'ida yo'q. Sababi bu narsalar g'animat. 2 oyda bir ochir kelib bu xarid qilinadi Tibetdan. Buni ichgan odamda mana shu kelajakdagi sahr ortidan keladigan kasalliklar batafsil yo'q bo'ladi. Inshaalloh qadariga qadar sahr bor bo'lsa ham sizni yuragingizda, qon tomirlaringizda insulin sezmayotgan bo'lsa ham buni olimlar davolaydi deyishgan. Alloh qodir qilgan bo'lsa inshaalloh siz ichib tuzalib ketasiz, xudo xolasa. Inshaalloh bu oshqozon osti bezini eng zo'r ta'sir ko'rsatuvchi narsa. Mana bu bir xo'plam limon choy davlenani tushiradi degani bilan bu davlenani davolaydi degani emas. Ertaga ko'tarilmaslik oldin bo'lmaydi. Bular o'sha sahr kasalliklari uchun eng zo'r oshqozon osti bezini davolab beradi. Shuning hisobiga insulin sezuvchilik oshib, inshaalloh etap-etap sahr kasalligidan qutulsa bo'lar ekan. Xudo xolasa. Sababini qilib beramiz. Mana bu holatda kelib olasiz. Bir oyga yetadi mana shu paketi. Kelib bemalol oling. Bu yerda 300 gram miqdorda bo'ladi. Ichish tartiblarini ko'rsatamiz. Ta'mlari qanday umumichun? Ta'mi juda ham a'lo. Mana shu ertangi kuningizga zaxira, ertangi kuningizga qarshilik kuchi inshaalloh sizni yorug' yuz bilan kutib olamiz mana shu. Baraka top, har bitta kasallikni o'zi davolamasdan o'zi oldini olish kerak. Xuddi shunday. Harakat qilish kerak, mana bu tabiiy narsalarni olib ichish kerak. Mana o'zi ancha odam sezib qoldi, tabiiy narsalar foydaliligini. Albatta. Mana kecha xolis shunday kelyapti, bitta bergan mahsulotini 7 kilo bes tashladim deyapti. Xuddi shunday. Shuning uchun umidjon tabiiy narsalar doim insonga yoqadi. Har bitta podpisчигimiz, har bitta do'konga kelayotgan insonlarni bizlar o'sha tabibga aylantirmaguncha qo'ymaymiz. Va'da. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Master Soha Frukt har doim oldinda sizlarni sog'liqni kutib qoladi, xudo xolasa. Bundan buyog'iga inshaalloh quyosh bo'lib porlaymiz. Xo'p bo'ladi.